Bu o'zi aslini olganda korreksionniy stelka. Korreksiya nima deganini aytaymi? Ortopedический boshqa qizlar, korreksiya boshqa. Sizlar mana bu bitta insonga tushuntirayotganimda обязательно olinglar. Korreksiya degani butun tanangga suyaging chiqib bir vaqtga bunday bo'lib qolganmi, bukri bo'lib qolgansanmi, qiyshiq bo'lib qolgansanmi, seni birato'la skelet deformatsiyangda to'g'ri qilib beraman degani. Ko'pi bilan menga 15 kun vaqt ber, to'g'ri qilib beraman. Semizlikda bilasiz, orqalarda jirlar ana bu boshlaydi. Bu eng qiziq joyi jirni yig'ilishi ham, qorinda chiqishi ham, bu hammasi noto'g'ri o'tirib, noto'g'ri harakatdan kelib chiqadi. Siz har doim bunday qilib o'tirgansiz, mana beringiz chiqib qoladi-ya. Bu nima qiladi? O'sha korreksiya qilib beradi. Umuman, mana bunday o'tirsangiz xotirjamsiz, chunki shunga o'rganib qoldingiz. Hozir 70 ga kirgan mo'ma bukchayib qolgan bo'lsa, meditsinada umuman uni sharoiti yo'q, uni to'g'ri qilishga. Lekin o'sha 70 ga kirgan mo'mani ham to'g'ri taxtaday qilib, o'sha korreksiya qilib beradi. Bunda shunaqa xususiyat bor. Chunki hozir har doim shunday o'tirdingiz yo'qayapti. Bunday qilsangiz og'riydi. O'sha shunga o'rgandingiz-a. Endi buni kiyganingizdan keyin o'zimda opamda shunaqa holat bo'ldi. Buni kiygandan keyin deydi, menda o'tirib tun tikayverganda, endi deydi, bunday o'tirsam og'riydi. Bunday qilsam og'rimaydi deydi. Oldin nabarot edi deydi. Ko'ryapsizmi? Eng qiziq joyi qizlar, agar skelet deformatsiyangiz korreksiyada bo'lsagina skeletingiz deformatsiyada bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, qon aylanish normal bo'ladi. Qon uyingizda anaqa suv shlangini ko'rgansiz-a? Shuna qo'ydingizda, to'g'ri qilib qo'ydingizmi, yo bo'lmasa bunday qilib buklab qo'ysangiz suv o'taveradi bu yerga, to'g'rimi? Qon tomirlaringiz ham xuddi shunday. Qon tomirlaringizni qisadigan narsa sizda noto'g'ri yurib, noto'g'ri o'tirishingiz, noto'g'ri o'zingizda tutishingiz bo'ladi. Shuning uchun mana bu narsa sizda o'shani ta'minlab beradi. Kelajakda davleniya bo'lmasligingiz, boshingizda kislorod yetkazib berishi, qonda aylanishini yaxshilashingiz. Va mana qarang, tochkalar bu. Siz hozir men degan professorni qidirsangiz ham stelkaday natija ola olmaysiz. Nimagaki, o'sha professorlar o'zi shu tochkani topsa zo'r, topmagani sizni tochkangizni topa olmasa, uni katta rezultat ola olmaysiz. Stelka mana shunaqa zo'r narsasi bor, lekin endi hozir ko'pchilik dori-darmon ichadi-ku, bu ham to'g'ri. Masalan,